Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Bugun biz Minecraft 17 qismini chiqaramiz. Mana shunaqa uyimiz bor edi, esinglarda bo'lsa. Ana u yerda bizni uychamiz bor edi, esinglarda bo'lsa. Shunaqa gaplar do'stlar. Bundan qochish kerak bolalar. Bitta hozir qo'limga qilich olsam, keyin qochish boshlaydi bu. Qochmaydi endi. O'ladi. O'ldaman. Hozir to'xtab tursin bu. Hozir biz ana u yerdan daraxt chopib kelib, bu yerda ana unaqa joyiga uy quramiz. Mana shunaqa narsalar bor. Qani, qilich yo'qmi bu yerda? Yo'q bo'lsa yasaymiz. Sizni skelet deb o'ylabman. Mana shunaqa. Yo'q, bunaqa emas mana. Bo'ldi. Endi buni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Og'zingiz ham foydasi yetdi. Endi ikkilanmang. Aytmayman-da. Endi bu yerda hozir so'kinish shunaqa ham mumkin emas. Mumkin emas endi. Shunaqa gaplar, bolalar. Bu hayot uzr qolib ketdi. O'ynamaganimizga ham ancha bo'ldi bu hayotda. Sen mayqa keldi, sen men bilan o'ynashyapsan? Skelet. Shunaqa gaplar bolalar. Yana bir marta sizni skelet deb o'ylab. Endi bu albatta sizni ustingizdan kulganim emas. Endi o'xshadingiz, nima qilay? Shunaqa gaplar do'stlar. Hozir biz daraxt chopib kelamiz. Ana yo'lda ham yo'q ekan, mana yaqin yo'lda ham bor ekan-ku. Bizga jitel ham bor. Ana u yerda esinglarda bo'lsa. Ana u yerdan yo'qolib kelgandim. Shu yerdan borsammikin, eski uyimga, yo'qolgan uyimga. Bolalar, nima deysizlar? Husan aka, boramizmi? Voy. Ana u yerga, ana u yo'qolgan uyimizga. Obunachilarim sog'inib ketdi u uyni. Juda zo'r uy edi, lekin menga afsuski yo'qoldi. Aytgancha, men uni topgandim. Topgansizmi? Ha, bo'lsa aytish esdan chiqdi. Yo'q, xudoga shukr. Agar mana shu videoda 10 ta like bo'lsa, shu yerda o'sha biz video olamiz. 20-qismni. Shunaqa gaplar bolalar. Endi hozir bu yerda qanaqa uy qursam ekan, Husan aka? Endi ayting-da. Obunachilardan so'rasam hozir mana bunaqa bo'ladi-da. Bittasi unaqa uy deydi, bittasi bunaqa uy deydi-da. Hozir men qaysi birini o'ylasam? Husan aka, kechqurun bo'lyaptimi? Yo'q. Mana bu yerda oshxona bor edi, adashmasam. Achchiq. Nimaga? Bu yer esimdan chiqib ketgan. Buncha chiroyli bu yer. Oshxonadamiz. Bu yerda basen bor edi. Basen. Mana bu yerni sindirish kerak-ku va kalla tashlash kerak va keyin kayf bo'ladi.
Pechga versak pechga sandiq versak pechga versak sandiq ichiga sabzi bor adashmasam. Va ana nima degandim men? Bu yerda sabzilar bor. Faqat bizni esik ha? Yana bitta dala qilish kerak. Qilamiz. Bitta dala qilish kerak-da. Mana shu yerda yana. Creeper don. Qilaysan. Bu yerda taxtalar yetishmayapti. mana bu yerda yana bitta dala quramizmi yoki mana bu bilan birlashtiramizmi? Mana bu bilan birlashtiramizmi? Katta bo'ladi. Davay. Bitta 40 yasan. Bitta hali mana bu yerda bitish kerak. Keyin qilaveramiz. Keyin bu yer ham pashti bitdi. Hozir men daraxt chopib kelaman. Men ham daraxt chopgani ketyapman. Ketdik. To'xtang, avval Creeper. Yo. Ikkita dona jonim qoldi. Boring, joningizni to'ldiring, men uyni yasayman. Bu yerda tekis qiling. Bo'lmasa yeb kelay. Boring. Menga blok bering. Qatdan beraman. Qayerdan bilaman qatdan berasiz? Bering deydi. Sizda mana bu sindirgan blok yo'qmi hali? Bu yerda chambarak bordi, adashmasam emas, rostsan. Mana sandiqda bitta anaqa narsa loy bor. Qani? Mana. Nima bu? Qani? Loy yopishiga. Dala ham yasaymiz bu yerda. Keyin menda loy emas, chambarak kerak. Chambarak? Menga bering chambarak. Ikkita dona. Men oshxonaga ketdim. Bering ham ikkita dona bo'lsa ham. Kechqurun bo'lyaptimi? Uxlash kerak. Ertaga ya. Hozir uxladik-ku. Bu hayotda uxlash emas, ishlash bilgandik. Endi odam ham uxlab turish kerak. Bu yerda nima uy qilsaga? Bitta shu uyda bitta men bu yerda. Nima bu yerda? Ana uni qarang, qanday chiroyli. U yo'qni qarang, qanday chiroyli. Shu yerdan men sekin bu yoqqa kelaman. Keyin Maximo Jonkamiz kiradi. Keyin Alisa deyapman. U aytadi bitta qiz. Чтобы открыть... yo'q, mana bunaqa. Nажмите открыть чат, чтобы открыть чат deydi. Ancha bo'lib ketdi-ya video olmaganimizga, Husayn aka. Bu uyni bekor unda qildim-da. Tepa uyni spalni qilsam ekan. Spalni bor-ku. Turibdi. Shunday yo'q, bo'lmish uy. Mana bu kommentariyaga mana bunaqa albatta yozinglar do'stlar. Mana bunaqa deb qaysi ishni deyapman. Mana bunaqa deysizlar-da. Bu videoni men o'ylayapmanki 20-qismda to 20-qismi chiqaraman deb qolganiga chiqarmayman deyapman. Ma Husayn aka ham shunaqa deyapti. Men nima qilsam ekan bu yerda? Ketdi uxlaymiz. Hozir o'zingiz aytdingizki, biz uxlashga emas, ishlashga keldik deb. Ketdik. Siz ishlayvering bemalol, sizni. Yo, xudo zombi. Hozir boraman. Qani tez keling. Hozir unaqa deydi bu.
demeyi de yozadık. Doğru. Reda müdit monstri. Monstri deydi. Ha deydi. Değil. Panik ettik. Zombilerin öldürürüz. Kerkrasının kılıcı var. Ama yaman köp reklam oluyor yaptı. Hı. Çalasını orkasını bir dolayayım ben. Men ham. Güzel. Yani pavucan kalesam. Yo mayo creeper yürüttü. Albatta uyumuz gelmezse başa gördü. Kanı kreper. Kuçaya yürüttü. Kuçaya. Urmonga. Yo mayo indirme yürüttü uyumuzga. Kanı. Ma bu yangi uychaga. Ya mana yangi uyga. To'xtang hozir qilichim bilan o'ldiraman. Dalan. Qani kel. Ushasanmi? Ha? Ushasanmi? Kanı. Mana orqangizga. İyi kreper. Koç. Orqangizga deyapman-ku. Qoching. Kel oldimga yaramas. Bitta tupuraymi og'zingga? Og'zingni ochib yurma menga. Kanı. Bitta urim. On. Hozir boraman yoningizga. Husan aka. Siqilmang. Kelmem betge. Dur. Manmi? Yok mağdur. Ha, ketyaptimi? Joni kam qolganda bechorani. Hozir meni o'ldirdi yaramas bu. Narsada özü keyin beraman da. Oldingizmi man? 4tasini. Creeper deyapman. Uni oldingizmi? Endermanni o'ldirdingizmi? Yok. Koçup ket. Kalkadı. Ha, duhda. Bu hayotda Ama bu ana hayotda emas. ana. Qani. Ana ötte yürüttü. Hozir men onasini ko'rsataman. Hazırlı. Do'stlar. Onasini ko'rsatmayman, lekin o'ldiraman. Qani u? Mahiyeti körden oldu siz turgan joyda. Bizni ko'rib yana qochib ketganda uyimizga yuribdi beso'roq. Onasını uydu. Onasinikidik. Uyimizga creeper yuribdi. Sen aka? Boya kırdım bunu. Gel şurada öldürecek pisok verelim. Ha, pisa. Gel. Kel, ko'chaga chiqaraylik oldin. Hozir o'yinni dabdala qiladi bu. Ya orqangizga. Nima u? Nima bu? Ya mana bo'ldi. Uyni portlatsang sen hazırlaştın. Mayli do'stlar, videoyam 14 minut bo'libdi. Qolgan videoda ko'rishguncha. Ciao.